Vau, chaqqonkalarim, hozir sizlarga shu zakaz qilsam, aytib bersam, точно og'zinglar ochilib qoladi. Umrimda bunaqa nomli tort umuman qilmaganman, qizlarjonlar. Balkim 10 yildan beri tort qiladigan bo'lsam, bunaqa nom bilan tort umuman qilmaganman va qilgan konditorlarni ham ko'rmaganman. Versini oxirigacha ko'ring, amin bo'ling. Kechqurun yozib qoldilar klientim. Esinglarda bo'lsa, qora mashinali tort qilganim. O'sha klientim yana zakaz berdilar. Nasib opa, tortlaringiz mazasi shunaqangi og'zimda qolyapti. Yana zakaz bergim kelyapti. Tug'ilgan kunlar ham tugamayapti dedilar. Voyjonginam, bemalol zakaz berishingiz mumkin dedi. Pastilimni shatta qo'limga oldim. Men maza qilib tortimni u yoqdan bu yoqqa suvib oldim. Va albatta dazmol ishlarimizni ham qildik. Mana bu qumchaga nima deysizlar? Bu qumni nima deb o'ylaysizlar? Menga kommentariyada yozib qoldiringlar. Nimaligini bilmaganlar bilib olsin. Keyin mana shunaqa dekordan foydalandim. Ko'pchilik chaqqonkalarim so'ragan uchun shu dekorni qanaqa qilinishini videoda ko'rsatib o'tdim. Ko'rib turganinglarda ikkinchi etajimizga bo'lsa silikondan chiqarilgan matikamizni mahkamlab, chiroyli qilib yopishtirib oldim. Birinchi qavatga ikkinchi qavatni to'g'irlab oldim va yaxshilab qattimlab oldim. Qizlarjonlar, uchinchi qavatimiz alohida tema. Buni nima qilayotganimni kim biladi? Bu narsani, dekorni otini kim biladi? Kommentariyada yozib qoldiring. Tortimizning sohibasini shu nom bilan erkalab chaqirishar ekan. Tortimizga baho bering va konditor dugonangizga yuborib qo'yishni unutmang.